Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Hikmat Izzatilla Ahadillayevich. Xususiy klinikalarni rivojlantirish bo'yicha ekspert. Clinics.uz O'zbekistondagi xususiy klinikalarga innovatsion решение taqdim qiladigan konsalting kompaniya soучредитель hamda rahbari bo'laman. Mana O'zbekistonda именно xuddi shu liniyada, ya'ni meditsinskiy liniyada shu klub ochilgani juda ham quvontirdi. Sababini aytaman. 9 yil ish faoliyatim davomida 200 dan ortiq klinikalar rahbarlari bilan, investorlari bilan, uchreditelari bilan muloqot olib borganimda, именно ularni bo'llarini eshitib, ularga решениyalar taqdim qilish jarayonida men shuni bitta bildimki, xususiy klinika rahbarlari, uchreditellar, investorlariga networking yetishmaydi. Именно bir-birligini o'sha muammolarini ko'rish uchun, birgalikda решение qabul qilish uchun, bitta yoqadan bosh chiqarish uchun mana shu Clinics Club Javohirga rahmat deyman. Sababi shu narsani tashkillashtirib, klinikalarning rahbarlari, uchreditellari uchun networking qilish uchun sharoit yaratib berdilar. Bundan men juda ham xursandman. Sababi именно mana shu yerda klinika rahbarlari yoki klinika ochmoqchi bo'lganlar yoki bir joyda to'xtab qolgan klinikalarimiz shu yerda o'zlarini muammolarini ko'ra oladilar. Bundan tashqari qolgan klinikalarning muammolarini ham eshitib turib, birgalikda yechim olishadi. Juda ham zo'r taqdim qilinyapti. Mana har xil spikerlar kelyapti. Inshaalloh o'zimiz ham shu yerda ishtirok etamiz. Alloh nasib qilsa, o'zimizning bilimlarimizni berishda yordam beramiz. Tavsiya beramiz. Inshaalloh qatnashsanglar har tomonlama manfaatli bo'ladi. Rahmat kattakon.